Bolajonimizni ko'zini zirachoklari juda chiroyli, xudo xolisa ko'radi. Endi oyijonimizda strahlar bor. Oyisi qo'rqyapti. Gulnoz opa, bitta bolamni ko'zida glaukomasi bor. Ikkinchi bolajonim yaxshi, hech kimda yo'q edi. Shunaqa bo'lib qoldi dedi. Qizlar, biz kataraktani ko'ra olamiz ultrazvukda. Glaukoma, astigmatizm, ko'zda zreniyalari ultrazvuk orqali ko'rinmaydi. Faqat katarakta bo'lsa, ko'zini gavharidagi o'zgarish bo'lsa, shu narsa ultrazvukda ko'rinadi. Astigmatizm, ko'zda zreniyasi, yana bir marta aytaman, glaukoma, shunga o'xshagan boshqa ko'z kasalliklari ko'rishda imkoniyati yo'q. Lekin bolajonimizni ko'zini zirachoklari juda chiroyli, xudo xolisa ko'radi. Ikkinchi ko'zchalari ham yaxshi, mana juda chiroyli, xurustaliklari tiniq, unaqa giperixogenniy emas. Ko'nglimizni xotirjam qilsak bo'ladi, oyijonimizni tinchlantirsak bo'ladi. Juda chiroyli qizcha o'syapti, ko'ryapsizlarmi?